Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana navbatdagi zakazlarimiz dastlabki jarayonda kelib qoldi. Xudo xolasa ketayotgan mana katollarimiz, bu katollarimiz eshiklari tankovskiy bo'ldi. Biri 4 likdan bo'ldi, biri 3 likdan bo'ldi. 40 zabatga bo'ldi, ikkisi ham xudo xolasa. Bu katollarimiz ham pastdan ham yuqoridan yanadi. Xudo xolasa eshiklarimiz ham tankovskiy eshiklardan bo'ldi do'stlar. Mana do'stlar yaxshi kunlarni bersin. Uzoq yillar xizmat etsin. Sog' bo'lasizlar. Qo'ldan kelgancha shunday katollar zakaz olamiz xudo xolasa. Yasab beramiz ajoyib etib. Katollarimizga 100% garantiya beramiz xudo xolasa. İşimize xudo xolasa qo'ldan kelgancha yasab beramiz do'stlar. Sog' bo'lasizlar.